İsmail Bek abiyli bloggerma. Namangan shahar Zarkan Kubru, Bilol Oshxona yo'l bo'yida turma Bilol Oshxona. Orqa tomon Rahmatli osh markazini obzor qilib yurg'izamiz. Mana Bilol Oshxona ilgari Rahmatli ukas Hikmatli oshlagan. Keyin orqa tomon Rahmatli osh markaziga ko'chishga Hikmatli akasi Rahmatli. Sneaker savdo do'koni. Shortli Nova qarab ketadigan yo'l. Kardiologa Perezga qarab ketadigan yo'l. Gelene. Osmonga tovuqqa. Hop, qanchali? Ha? 4 kishili tovuqlar. Bitta tovuqqa 4 kishili. Ha. Tebesda narsalar bilan. Salman saboyim Bitta 1 million to'lasiz alohida. Tezroq qo'yinglar, qo'yg'uchilar achchiq shirin oralash. Menga bitta yoqsin. Hozir bizda bedana tuxum, Nazir mol go'sht, qo'y go'sht oralash to'rg'amchida. Klientlarga aytib qo'ying. Mana ko'rinib va gapiring. Original pasta deb qo'ying klientlarga. Ashno dedim-ku. Original pasta. Oldin Rahmatulloh osh markazida ishlagandi. Yo, oldin Bilolni ishlab, keyin bu yerga ko'chdi dedim, bo'ldi. Oldin Bilolida ishlab, baqa o'tgan. Ha, shunday dedim. Rahmatulloh osh markazi bo'lib Ha. Bo'ldi. Ishonmasangiz Instagramdan ko'rasiz. Telegramlarga tashab qo'ying. 1,5 kilo. As Telegramingiz yo'q, o'zingiz o'tkazib apar. Yo, mana 72 dollar bor. Hikmatli aklar Telegram yo'q dedilar. Vaqt hisob bilan berib. Ko'taring. Menga rosa tashaganlar videolar. Ulardingizmi YouTube'ga roza tashlaganimmi? YouTube'da ko'rdim-da. Ha, bo'ldi, o'chirmagan bo'lsangiz bo'ldi. Instagramda follow ketdi. Toshkent Oqtepa bilan ocham chiqdimi? Ha. Yaxshi, 3 oy bo'ldi. Bilmayman, sanamadim.
Instagramda. O'sha sanamaydim-da. Mayli bu. Sizga qancha? Ha, siz ham siz ishingizni. Ha, yozing siz oldi. Farqi yo'q, o'tira. Hop, endi bitta go'shtni ham bu tomondan gapiraman. Bo'ladimi? Ha, mana bo'ladi, men. Mana ekranga chiqaman. Mesli go'sht, etli go'sht, kalil go'sht. Mol qo'y otdi, ayb qozong'ir chopoq yedan so'yarlar. Bugun rahmatli go'sht markazdalar, shuning uchun beri yo'qlar. Bozorning davomini ektiramiz. Osh tugasa pay tugamaydi. Ot paydan oshga qo'shamiz. Yani uçur yana yoqdim tolib aka, buncha endi. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Zo'rman. Ha, yaxshi. Endi o'z zalga kirdim, yana g'ashga keltirmayin deb kirmadim, to'g'ri. Choy yo'q. Mash bistroginmi? Ma'ogan? Ha, bistroga. Mash kishiga edi. Bo'ldi mana. Tushunarli. Yetim sen kim qaraga? Hozir men gapirib intervyu qilaman deb chekka o'tdim, bu yerda odam yo'q. Hozir, hop. Mana ishi salofan qilindi, qishki issiqxona bo'lsin deb Abakirvachil degan pilta bor. Barchamiz davom etamiz. Mana dunyoda Namangan shahari O'zbekistonda eng shirin osh Narkan ko'proq rahmatli osh markazida. Qimmat guruch, qimmat zaytunoq, qimmat go'sht, hammasi ishlatamiz. Hammasi yordam qiladi. Hamma shahardan kelib bega 5 baho osh berib yuribdi. Namangandan ham butun rayonda bekilib 5 baho berib yuribdi. Andijon, Farg'ona, Toshkentdan ham bekilib videomni ko'rib qiziqib kelibdi. Videom hammaga yoqdi. Shuning uchun yangilik ko'paytirdim. Koreya, Xitoy, Vyetnam, Yaponiyadan blogerlar kelib 5 baho beribdi. Bitta Karis o'ta Stepanushka, Ivanushka, Vasya, Ilusha, Valera, Anatoliy degan Karis Vyetnam Xitoydan kelib 5 baho beribdi. Shularning ismini aytdim. Bo'ldi. Endi davom ettirib tugatamiz. Mana yong'oqlar ham qafas ichida sayrab turibdi.
Bodri salat. Riziskali qattiq ko'kat aralash salat. Suv qattiq salat. Pepsi bor bo'lsa xursandman. Pepsi ichish yaxshi ko'raman. Mashina qoldi xolos-da, mayli. İştemamas. Xo'p, endi biz osh yeymiz. Bundoq qilib tugatib, men osh yegani ketaman. Osh borligida bitta yeb olsam, bo'ldi. Rahmetullah. 26 milyon size ben to'xtatdim, bo'ldim. Keleyler. Tayyor. Bo'ldi, mana, xo'p. Mol go'sham, qo'y go'sham, ot go'sham. Yodladimi oralash? Yodladim. Ha, ana Davudxon. Originali. O'shada originali. Okaga bitta 2 ming to'g'ri tayyor. Iroda qilib. Adashmaymiz albatta. O'shada. Ha, ana. O'ylab originalmi? Ama o'ylab olmayman kelganda. Ha. Ya olmam Instagram'da patlıcı. Elbek abiydi bile yozing chiqaman. Ha, bo'ldi, chiqib ketdim. Bo'ldi. Kelinglar mehmonlar. Tayyor. Original holatda. Men Elbek abiydi blogerman. Namangan shahar Bilol oshxona yo'li bo'yidan boshlab Darkan ko'prik rahmatli osh markazini yurg'izib bo'ldik. Qozonda osh qolsa, yana bajararmiz.